Assalomu alaykum. Biz hozir Washingtonda, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat departamentidamiz. Bu yerda 2 kun davomida diniy erkinlikni ta'minlash bo'yicha juda katta konferensiya bo'lib o'tdi va unda O'zbekiston delegatsiyasi ham ishtirok etdi. Biz hozir ana shu qulay fursatdan foydalanib, delegatsiya tarkibida Washingtonga kelgan O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha markaz rahbari deputat Akmal Xolmatovich Saidov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Akmal Xolmatovich. Mana 2 kundirki Washingtonda diniy erkinlikni ta'minlash mavzusi asosiy masala sifatida muhokama etilmoqda. Bugun juda katta anjuman bo'lib o'tdi va bu anjumanda AQSh davlat kotibi Michael Pompeo o'z so'zida, o'zini ma'ruzasida O'zbekistonda bu borada amalga oshirilayotgan islohotlarni qayd etdi. Mana nazarimda bu o'sha mamlakatimizning bu boradagi islohotlari xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirof etilayotganligini bir tasdig'i bo'lsa kerak, shunday emasmi? Juda ham to'g'ri. Umuman Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trampning siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri bu butun dunyoda diniy erkinlikni ta'minlash hisoblanadi. Hatto prezidentning diniy masalalar bo'yicha maxsus elchisi bor. Bu Ser Braunbek bo'lib hisoblanadi. Va mana shu Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat kotibi Pompeoning bu birinchi rasmiy o'z lavozimiga kirilgandan keyin butun jahon miqyosidagi butun dunyoda diniy erkinlikni ta'minlashga qaratilgan ministrlar darajasidagi, ya'ni vazirlar darajasidagi xalqaro anjumani. Bu anjumanda 80 ta davlatning va Amerika Qo'shma Shtatlarining eng yaqin hamkorlarining uchrashuvi deb hisoblanadi. Va mana shu o'zining nutqida davlat kotibi Pompeo dunyodagi hozir diniy erkinlikning ta'minlanishi xususida va qaysi davlatda qanday ish olib borish to'g'risida O'zbekiston yagona davlat sifatida O'zbekistonda amalga oshirilayotgan inson huquqlari, xususan diniy erkinlikni ta'minlash borasidagi mamlakatimizda so'nggi 2 yilda amalga oshirilayotgan ijobiy o'zgarishlarni alohida e'tirof etib o'tdi. Mana bu yerda aytishimiz kerakki, O'zbekistonda haqiqatan ham bu borada juda ham katta ishlar qilindi. Mana bunday ishlar jumlasiga birinchidan mana shu siyosatning ochiqligi, diniy erkinlik sohasida ham prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan ko'p ishlar, masalan, turli xil sabablar ko'ra qora ro'yxatlarga kirib qolayotgan 16 mingdan ortiq masalan shaxslarning shu ro'yxatdan o'chirishligi. Undan tashqari mana shu diniy ekstremizm, terrorizmga oid jinoyatlar qilgan ko'pdan ko'p mana shu fuqarolarimizning ozod etilishligi, afv etilishligi ham mana shu Amerika Qo'shma Shtatlarida nihoyat yuqori baholandi. So'nggi yillarda biz yana bir qator amaliy ishlar qildikki, ya'ni mana shu diniy tashkilotlarni ro'yxatga olinishini soddalashtirish, diniy tashkilotlarning masalan o'z faoliyati to'g'risidagi hisobotlarini kamaytirish. Hozirgacha agar yiliga 4 marta hisobot berishadigan bo'lsa, endi 1 marta bo'lganligi. Undan tashqari mana shu ro'yxatga olinishdagi davlat bojining nihoyatda kamaytirilishligi va endi yaqin kunlarga qadar diniy tashkilotlarning adliya vaziri tomonidan faoliyatini to'xtatilishi mumkin bo'ladigan bo'lsa, endi bu tartib faqatgina sudning qarori bilan amalga oshirilishi kabi aniq chora-tadbirlar Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan e'tirof etildi va mana bu bugungi Michael Pompeoning nutqida ham ana shu O'zbekiston tajribasi eng ijobiy, ya'ni diniy erkinlikni ta'minlashga qaratilgan eng ijobiy qadamlardan biri deb boshqa davlatlarga o'rnak sifatida ko'rsatildi. O'zbekistonda davlat bilan din o'rtasida aniq bir chegara belgilab qo'yilgan. Bu din bilan davlat o'rtasida mutanosiblikni, uyg'unlikni ta'minlash qanchalik muhim va bunda nimalarga e'tibor berish kerak deb o'ylaysiz? Juda ham to'g'ri savol. Haqiqatan ham O'zbekiston Respublikasining amaldagi konstitutsiyasida davlat va din munosabatlari Konstitutsiyaning 3 ta moddasida mustahkamlab qo'yilgan. Birinchisi mana shu diniy erkinlik. Har bir fuqaro o'zi xohlagan diniga e'tiqod qilishi yoki e'tiqod qilmasligi har bir shaxsning fundamental tabiiy huquqlaridan biridir. Ikkinchidan, endi agar mana shu bilan birga har bir fuqaro o'zi diniy yo'nalishda, bu musulmonlik bo'ladimi, xristianlikmi, diniy tashkilotlarga birlashish huquqi ham bor.
Marhamat. Biz mana bu yerda birlashish huquqini amalga oshirishda oldin 100 ta dinga ishonuvchining soni bo'lish kerak edi ariza berishlik uchun Adliya vazirligi. Hozir ularning soni 50 taga kamaytirilyapti. Bu ham mana shu, ya'ni diniy erkinlikning, diniy sohadagi birlashish huquqining amalga oshirishning bitta misoli. Va uchinchisi juda muhim. Bizda konstitutsiyamizga muvofiq davlat din davlatdan ajratilgan. Din ishlari bu har bir shaxsning shaxsiy huquqi, uning e'tiqod huquqi. Din davlat ishlariga aralashmaydi. Shu jumladan davlat ham din ishlariga dinning faoliyatini moliyalashtirmaydi. Lekin diniy tashkilotlarning faoliyat yurishining huquqiy asoslarini davlat yaratib beradi, ya'ni qonun yo'lida. Shuning uchun ham biz 1998-yilda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun qabul qilingan. Mana shu qonunga asosan davlat va birinchidan konstitutsiya, ikkinchidan qonun asosida davlat va dinning munosabatlarining huquqiy asoslari belgilab berilgan. Demak, biz mohiyatan konstitutsiyaga ko'ra dunyoviy davlatmiz. Bizda birorta din uning ishonuvchilarining soniga qaramasdan ko'pchilikmi, ozchilikmi qonun oldida tengdir va teng huquq va majburiyatlarga egadir. Shuning uchun ham bizni davlatni dunyoviy davlat deyiladi. Lekin bizning davlatda aholining aksariyat qismini 90% dan ortig'ini, ya'ni musulmonlar yoki islom diniga e'tiqod qiluvchilar tashkil etadi va bizdagi islom, ya'ni ma'rifiy islom juda ham ko'p davlatlarga o'rnak hisoblanadi. Chunki O'zbekiston tarixan qarang, ko'p millatli jamiyat, ko'p dinlar e'tiqod qiluvchi jamiyat, ko'p madaniyatlarning vakillari mavjud va ko'p tilli davlat hisoblanadi. Mana shu bizdagi bag'ri kenglikning asosi mana shu ko'p dinlilik, ko'p millatlilik, ko'p madaniyatlilik, ko'p tillilikdan kelib chiqadi. Shuning uchun ham bag'ri kenglik o'zbek xalqining, O'zbekiston xalqining tarixiy xususiyati va turmush tarzining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Shuning uchun ham bizda konstitutsiyada belgilab qo'yilgan, biz dunyoviy davlatmiz. Shu bilan birga qarang, din jamiyatdan ajralmagan. Din fuqarolik jamiyatining insi sifatida, fuqarolik jamiyatini shakllantirishda juda ham katta rol o'ynaydi. Dinning roli yanada aholining ma'naviy, axloqiy tarbiyasida ham katta rol o'ynaydi. O'tgan yili davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida ma'rifatparvar islomni butun dunyoda targ'ib etish g'oyasini ilgari surgandi. To'g'rimi? Bu tashabbusga xalqaro hamjamiyat qanday munosabat bildirdi? Juda ham to'g'ri. O'sha prezidentimiz muhtaram Shavkat Miromonovning o'tgan yili 19-sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 72-sessiyasida, Bosh Assambleya sessiyasidagi nutqi haqiqatan tarixiy nutq bo'lib hisoblanadi. Mana shunda birinchi marotaba qarang, bu nutqni har gal o'qiganingizda uning yangi qirralarini, yangi mohiyatini anglab yetasiz. Men 3 ta katta tashabbusga etmoqchi edim. İlk bor Birlashgan Millatlar Tashkilotining yuqori minbaridan Imom Buxoriy va uning o'lmas ijodi to'g'risida aytildi. Bu nima uchun O'zbekistonda qarang, ma'rifiy islomni, islomning tub mohiyatini, asl mohiyatini, islomni siyosatlashtirmasdan, siyosiy maqsadlarda turli xil ekstremistik, terroristik guruhlarda foydalanmasdan uning tub mohiyatini xalqqa tushuntirishda, dunyoga tushuntirishda O'zbekiston beqiyos katta rol o'ynaydi. Mana shuning uchun prezidentimiz 3 ta tashabbus qildilar. Ya'ni birinchisi Imom Buxoriy nomidagi xalqaro tadqiqot markazi Samarqandda tashkil etildi. Toshkentda islom sivilizatsiyasi markazi tashkil etildi va uning binosiga tamal toshini qo'yib berdilar va uchinchisi Xalqaro islom akademiyasining tuzilishligi. Siz to'g'ri aytganingizdek, ma'rifiy islomni, islomning asl mohiyatini nafaqat O'zbekiston miqyosida, balki dunyo miqyosida ko'rsatish uchun muhim rol o'ynaydigan tashabbuslardan biri. Undan tashqari qarang, ikkinchisi mana bu birinchi g'oya bo'lsa, ikkinchi g'oya mana shu yerda nihoyatda muhim bitta Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasining maxsus rezolyutsiyasini qabul qilish, ya'ni ma'rifat va diniy bag'rikenglik degan rezolyutsiyani qabul qilishni
taklif etdilar. Sababi mana shu dinni, bu yerda faqatgina islom dini emas, balki umuman dindagi bag'rikenglik, chunki ko'p davlatlarda bitta din emas, ko'p din vakillari, ko'p dinlar bo'ladi. Ularning o'rtasidagi diniy ixtiloflar, diniy ko'pgina hozirgi dunyodagi qarama-qarshiliklar, urushlarning tagida mana shu diniy qarama-qarshiliklar yotibdi. Shuning uchun qarang, ma'rifatga asoslangan o'zaro diniy muloqot, diniy bag'rikenglikka olib keladi, inoqlikka olib keladi va uni nima deydi, har bir insonning diniy e'tiqodini amalga oshirishga asos bo'ladi. Mana bu ikkinchi tashabbuslar. Uchinchi esa aytish kerakki, dunyodagi ko'pgina hozirdagi muammolarning ishtirokchisi bu yoshlardir. 30 yoshgacha bo'lgan. Shuning uchun prezidentimiz aytdilarki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining yoshlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasini qabul qilish tashabbusi bilan chiqdilar. Chunki dunyodagi hozir 7 milliarddan ortiq aholining 2 milliarddan ortig'ini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etadi. Mana shularning o'rtasida haqiqatan bag'ri kenglikni, turli xil ekstremistik g'oyalardan saqlab qolish, ularning nima deydi, haqiqiy dinga to'g'ri munosabatda bo'lish, uning e'tiqod qilish erkinligini ta'minlashda mana shu har bir yosh o'zining huquqlarini hamda undan ham kam emas majburiyatlarni bilishligi juda ham muhimdir. Mana shu prezidentimizning mana shu tashabbuslari mana bugungi bo'lib o'tayotgan Washingtondagi vazirlar darajasidagi birinchi diniy erkinlikni ta'minlashga qaratilgan konferensiya anjumanning ham muhim g'oyasini tashkil etadi. Chunki mana bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining vitse-prezidenti aytdiki, mana bunday uchrashuvlar endi an'anaviy har yilda bo'lib o'tilishligi ta'kidlab o'tildi. Men o'ylaymanki, mana shunday anjumanlarda biz O'zbekistondagi bu sohadagi ishlarni ko'rsatish uchun davlatimiz rahbaridan nihoyatda nufuzli delegatsiya kelganligi va mana shu anjumanlarda faol ishtirok etishimiz O'zbekistonning nafaqat O'zbekiston miqyosida, balki jahon miqyosida obro' e'tiborini osib borayotganligini bir ko'rsatkichidir. Akmal Xolmatov, oxirgi savolim. Ijobiy o'zgarishlar juda ham ko'p, lekin bu bilan to'xtab qolmaymiz, to'g'rimi? Oldimizda qanday vazifalar turibdi? Juda ham ko'p vazifalar. Chunki qilingan ishlar bizning cho'ntagimizda, lekin hayot shunchalik shiddat bilan rivojlanyaptiki, masalan, bitta narsa, mana shu umuman yoshlar o'rtasida, bolalar o'rtasida diniy ta'limni rivojlantirishlik. Ularda nima deydi, bag'ri kenglikni shakllantirish. Mana shu dindagi to'g'ri bilan noto'g'rilik, halol bilan haromni tushuntirib etish juda ham katta vazifalarimizdan biri, ya'ni diniy ta'limning rivojlanishligi, bu maktablarimizda, oliy o'quv yurtlarimizda va diniy maktablarda o'qitilishligi mumkinligining e'tirof etilishligi. Bu yerda O'zbekiston chunki tarixan buyuk islom mutafakkirlarining yurtidir. Avvalo biz mana shu o'zimizning buyuk merosimizning 100 mingdan ortiq qo'lyozma asarlarimiz bor. Shulardan bor yo'g'i 13 mingini biz ro'yxatga olganmiz. 10 dadan 9 tasini hali biz qanday asarlar borligini bilamiz. Mana bitta katta, bu ham ilmiy jamoatchilik o'rtasidagi, ham mana shu ta'lim tarbiya sohasidagi. Ikkinchisi, men o'ylaymanki, mana shu diniy erkinlik to'g'risidagi sohasidagi qonunchiligimizni ham rivojlantirishimiz kerak. Men aytdimki, mana shu vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunni qabul qilganligi 20 yil bo'ldi. Bu qonun o'z vaqtida eng progressiv, eng ijobiy qonunlardan edi. Hozirgi kunga kelib uning ayrim moddalari hozir kun talablariga, shiddat bilan rivojlanayotgan jarayonlarga javob bermaydi. Demak, mana shu qonunning yangi tahririda ishlab chiqish va amerikalik hamkorlarimiz bilan, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Varshavadagi byurosi bilan, Venetsiya komissiyasi bilan birgalikda yangi tahrirni ishlab chiqishimiz kerakki, bu yerda O'zbekiston o'ziga qabul qilgan diniy erkinlik to'g'risidagi xalqaro majburiyatlarimizga mos yangi qonunni ham ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu ikkinchidan. Uchinchidan, biz endi jahon hamjamiyatining keng huquqli a'zosi sifatida diniy erkinlik sohasidagi majburiyatlarimizni ham izchil bajarib borishimiz kerak bo'ladi. Bu bizni oldimizda turgan 3-chi katta vazifalardan biridir. Suhbat uchun tashakkur. Kelgusi ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Rahmat.